Kılar bəxtni nişan Arzu üçün mağan yolda Acır tapar ter tüken insan Takdir her kimnin öz kolida Devrimizden tor çolpanları Yürekte var ot armanları Devrimizden tor çolpanları Şal erkek kız oğlanları Vissal tapar bu sahnimizde Yürekteki ot armanları Vissal tapar bu sahnimizde Yürekteki ot armanları Gelin yigit kızlar sahnega Kutar sizni talay va pursat Omadlar yor bu yerda sizga G'alaba uchun kerakdir jur'at Kelin yigit qizlar sahniga Kutar sizni talay va fursat Omadlar yor bu yerda sizga G'alaba uchun kerakdir jur'at Davrimizdan tor cho'ponlari Yurakda bor o't armonlari Davrimizdan tor cho'ponlari Xushal erkak qiz o'g'lonlari Vissal tapar bu sahnimizda Yurakdagi o't armonlari Vissal tapar bu sahnimizda Yurakdagi o't armonlari Ekrandagi qadrli ko'rmanlar, to'rdoshlar hozir ko'rayotganlar bo'lsa, har millat xonim qizlarimizning yoqtirishiga erishib kelayotgan, ya'ni fancy tibbiy teri asrash buyumlari tajdorligidagi darajadan tashqari to'r cho'lponlari programmasi. Bu sahnimizda bizning to'r cho'lponlarimiz chaqnaydi, julandı. Bugungi ularning ifodasi qanday bo'ldigandi? Sal saqlab turinglar. Darajadan tashqari to'r cho'lponlar programmasi Xinjiangning esil mahsulotlarini texmi ko'p kishilarga tunishtirg'isi. Mikro video va to'rdan naq maydonda ko'rsatish orqali tirishchan yoshlarimizning go'zal orzu armonlari bu sahnada visol topqisi. Xinjiangdagi har millat xonim qizlarimizning olqishiga erishgan fancy tibbiy asrash buyumlari programmamizning tajdorligini o'z ustiga olgan. Abida tabiiy mineral suyu programımız bilan alayda hamkorlashgan. Hozir to'ygi suti parashugi, hozir to'ygi suti atganchi, hozir o'shki suti atganchini ishlab chiqargan Urumchi hayot sherkiti programımız bilan alayda hamkorlashgan. Xinjiang Fanxing madaniyat tarqitish shakli sherkiti programmamizni ishlashni o'z ustiga olgan. Eng kasbiy bo'lgan qisqa video to'rda naq maydon bevosita ko'rsatib, mal setish to'g'risida hamkorlashmoqchi bo'lsangiz, Fanxing madaniyat tarqitish shakli sherkiti bilan aloqalashsangiz bo'ladi. Mush munosabat bilan programmamizning tajdorligini o'z ustiga olgan shundaqla hamkorlashgan barliq shirkatlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Shundaqla bundan keyingi barcha ishlarga utuqlarni tilaymiz. Rahmat sizlarga. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, shundaqla to'rdoshlar, unda bo'lsa bizning bu san programmamizdagi sahnimizning yarishig'i bo'lgan ustozlarimizni tanishtirib o'taman. Diqqatinglar tanishtirishimda bo'lsin. Munavvar ayol karxanchi, Bahar şirketining qurg'uvchisi, Fancy markasining barliq keltirguvchisi, necha ming kishilik kollektivning yo'l boshlamchisi bo'lgan suyimli qiz Munavvar qarshi olamiz. Munavvar Xinjiang Toylu xalqaro savdo şirketining lideri Obul Hasan apandim qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Xinjiang Nobel Karxan boshqaruv şirketining qurg'uvchisi, Karxan maslahatchilik yetakchisi Xadija Malim qarshi olamiz do'stim. Parij 3-cho'ng maktabining Karxan boshqarish kasbini bitirgan, 5 xil tilga pishgan, Miran darajadan tashqari til o'rganish usuli nomli kitobning avtori, shundaqla negizlovga kasbining barpochisi Nurmamat Malim qarshi olamiz. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, to'rdoshlar, albatta bizning darajadan tashqari to'r cho'lponlari programmamizning
her bir sanda biz üçün əcir sığdırıyatqan, bizga özününki təcrübələr arqılıq, erişkən bilimlər arqılıq mehnət yetkiziyatqan sümlük çolpanlarımız var. Əmdi çolpanlarımızı tanıştırıb etmə. Yəni izchil ekran arqılıq, səhnalar arqılıq, proqramlar arqılıq bizga har xil shaklda xo'shallik, shundaqla ma'naviy zo'q ato qilib kelayotgan suyimlik adam Xinjiang radio televiziya stansiyasining dağlıq rejissyori Al Söygen Çolpanımız Xasiyat Qurban qarshi olamiz. Xasiyatda xush kelibsiz. Ondan başqa yana bir kelishgan yigit mi bor? Bu yoq bo'lsa, olqishliq naqshchi, ko'z ko'ringan ijodiyatchi, yana ham muzika akkordlashtiruvchi. Anglarmanlar, ko'rmanlar bu yigitni muhabbat kuychisi deb atashni yaxshi ko'rdi. Keremjon Muhammadali qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Programmamiz intayin qizg'in kayfiyatda ilib berilyotdi. Albatta mahirlarimiz bu bir-biridan qaltis bizga o'xshamagan yangi tuyg'ularni ato qilib kelyotdi. Biz to'r cho'lpanlar uchun shundaqla programmamizga qatnashgan mahirlar uchunmi shunchalik yaxshi mukofotlarni ta'sis qildik deb o'yladik. Unda bo'lsa endi men bir o'qib bitay. Ya'ni bizning programmamizga qatnashib birinchi darajalik mukofotga erishgan mahirimizning mukofoti bo'lsa, ya'ni 300 ming mablag' bilan qurilgan büyük shop. Sizden qishingizki yakshanba bozorining, ya'ni mush bozorining Dianshang Pingtayning 15% pay huquqi berildi. Ikkinchilikni qo'lga keltirgan mahirimizning, ya'ni to'r cho'lpanimizning mukofoti bo'lsa, Aloy Roma yurishlik mahsulotlarining obraz vakili bo'ladi. Mana bu intayin bir yaxshi mukofot ekan, obraz vakili bo'lish. 3-chi, shundaqla 4-chi darajalik mukofotni qo'lga keltirgan mahirlarimizning, to'r cho'lpanlarimizning mukofoti bo'lsa, Fanshing madaniyat tarqitish shirkati bilan to'xtam tuzaydi. Ya'ni qaysiyatni to'xtam tuzaydi deganda to'rda naq maydonda bevosita ko'rsatib, mal setish jarayonida intayin kasbiy bo'lgan, muntazam bo'lgan, sistemlik bo'lgan tarbiyalashga erishdi. Tarbiyalashga erishgandan keyin fansilarining, ya'ni mas'ullarining soni kundan-kunga oshib bordi. Nayt bir kasbiy bo'lgan Jibotay xo'y, ya'ni to'rda naq maydonda bevosita mal sotadigan bir riyosatchiga, kasbiy riyosatchiga aylandi. Undan boshqa iqtisodiy kirmimi alayda yaxshildi. Barliq mahirlarimizning, to'r cho'lpanlarimizningki programmamizda ifodasining yaxshi bo'lishini chin yuragimdan umid qilaman. Tirishaylik, jayo. Mal dünya rahatga berildi, ozdin sen. Qanchik pintozingiz bazir havzanda? 25 va. Pulni sal jiqdeb ketib qilib, men o'zining og'irqi nishonini voz kechib qolarmi degan mayda bir endisi bor. Erkekdek yaşab, erkekdek ketken suyumluk sanatkarımız Mahmud Sulayman akımızın rasmi. Rahmet sizga. Yaxshimsizlar to'rdosh do'stlar. Mening ismim Baxtiyor. Bugun sizlarga olib kelganim xushhol ichimligi. Buning alaylik bo'lsa, uyquni yaxshilab meni aramaldirdi. Sizlar qaysi g'amda, qaysi ishlarda beshinglar ketib, oqshom uyqunglar nachar bo'lgan bo'lsa, bizning bu ichimligini ichsanglar, uyqunglarni nihoyat yaxshi sifatli qila oladi. Ham shunday xizmat unuminglarni nihoyat yaxshi ko'tara oladi. Buni ham ishlatgan alayli mas'uliyat alayda tarkib bo'lsa 20 xil usumlikda elingan bo'lib, buning uyquni yaxshilab, xizmat charchigan besimlarni yengiltida buning xushhol degan ismdilar bilinib turdiki, buningga ham o'zimizga, tinimizga sadoqat bo'laylik, o'zimizga sadoqat bo'laylik deganlikni bildirdi. Ham buni ishlatish orqali, buning ishlatish usuli bo'lsa, kuniga bir vaqt ishlatimiz, hamdan İşçimiz, işkendikken qanday bo'lamiz? Buni ishlatgandan keyin buni ishlatishda hamda birga iste'mol qiladigan asal, andan süt, shu qator shu narsalar bilan birga iste'mol qilsanglar, unumi taxmi yaxshi bo'ldi. Bo'ldi, rahmat, Baxtiyor, rahmat. Ozroq qiynalib qoldingiz, ha? Jiqroq. Chunki jiqroq qiynalib qoldim. Meni xijilab qolmasin debchi. Men unda narsalarni bak setib baqman. Chunki mening qilgan kasbim gap bilan emas, harakat bilan bo'lgan. Ama bir narsa demoqchidim, tuvan ovozda gap qildi-chu, 5dan boshlablar. G'o'r gap qildi. Bu rasmsiz deb jim o'tiribsiz degan bo'lgan ekan. Biz buni vang'ishib gapqimidan yoki bo'lmasa oz gap bilan bir ishni ifodalamadan deb xop bo'lsak bo'lmaydi, chunki kasbiy odat bor emasmi? Davom. Amaliyotda men kichigimdan ham bunday deb aytganda, men kichigim savdo qilgan. Bizning o'yliklar
savdogarchi. Men o ishga vaqtim bilan sirang setib baqqan, chunki mening tağam hem de top mazda aqtdı o çağda. Men ham tijorat qildirma deb shu saga ham da akiganchu. Acayip yaxshi. Tijoratdimi xabaringiz bor ekan, hozir uning ustiga rasmdimi mana gap yo'q ekan. Acayip yaxshi ya. Buni ko'rib baqdiq bevosita setishdan qanday bo'lganligini. Bundan keyin texmi bilib ketasiz, chunki programmamizga keldingiz. Qanday bo'lsa ustozlar. Men asarni ko'rgandan keyin taymak hayajonlandim. Dastlabda vaqt deb jiddiylashgan hammaylar, lekin ko'rib va deb atdiq, chavaqlarni chevatdiq. Asringiz bilan özümüz söygen bir çolpunumuzni, ustazımızını eslettiniz, hem özünüzün talantingizni namoyon qildingiz. Boya bevos setishda jiddiyleşib qilish menimcha mas'uliyatni tushunmaslikdan bo'ldi. Bu o'ylab tuyuqsiz bo'lib qilishdan emas, o'zingizning navoda tushundigan bir asringiz bo'lgan bo'lsa, men ishlaman, siz har qanday astoydil muomala qildi ekansiz, nihoyat samimiy ekansiz. To'g'ri. Shu dastlabda sizishga boshlaganda keyningizga o'ylab birini qardingiz bizga. Men shu vaqtda sizning chiroyingizdan bir samimiylikni ko'rdim. Shu saqlatib kelman men ustozlarni deydigan shu samimiylik bilan bizga qarag'an vaqtingizlar mayiz qilgan. Demak, bir yuragi bilan ish qiladigan odam chuqum natija chiqara oladi. Sizga men shunday tavsiya qilgim keldi. O'zingiz navoda iqtisodiy kirimingizni tor orqali yuqori ko'tarishni o'ylagan bo'lsangiz, mas'uliyat qandaqdir faqat shu marka chaplangan, shu tovarlashgan narsalar mas'uliyat deb qarab olmasligimiz kerak-ku. Bir ideyaning o'zi mas'uliyat. Sizning shu talantingizning o'zi mas'uliyat. Cho'lpanlarimizning o'zi bir mas'uliyat. Masalan, ulardagi shu sayyi san'at talanti shundaqku. O'zingizning shu sizgan rasmingizning o'zi eng esil bo'lgan mas'uliyat. Shu mas'uliyatingizni siz bek yaxshi tushunsiz. Shuni to'g'ri orqali, shu vosita orqali sazsangiz, menimcha sizni ulgurib bo'lmay qolasimikin deyapman boya. Chunki bu setishning usuli tiz bo'lgan bilan sizni usulingizga tiz bo'lmaydigan tursa, besib chiqarib satamdiq ya uni. Balkim boya bevos setish rayonida o'z sizgan biror parcha rasmni satgan bo'lsak, tunishtirgan bo'lsak, uning yana unumi o'xshamaydi deyman. Men buni men shu davzada haqiqatan burun rasmini siz o'zgutib qilmaganmish davzada. Masala bu yerda. Dablar rasmimiz. To'shimaydi bizga deb. Sizning qiyin nuqtangiz qandaqdir satanmaslik emas. Aksicha siz ko'p setib etgandan ulgurtanmaslik, bosh xaridor o'chira saqlay olamdiq bir ish degan masala bor-da bu yerda. To'g'ri. Demak, sizning hozir asarlaringiz shu mamlakat ichidagi tanliq ustozlarning uyga kirib qopdi. Men sizga xaridor bo'lay bugun. Xushal qilish uchun demadim. Men 2 oy burun sizdek bir rassomga ehtiyojli bo'lgan, izlashga vaqtim chiqmagan terasin desam, bu programmaga rahmat akab berib tomon oldim. Ay bugun bir dastlab qildik ha. Men xaridor bo'lay sizga. Yaxshi bo'ldi ya. Dastlab qilib oldik. Unda bo'lsa yana boshqa tijoratlar bo'lsa desam bo'ldi. Sizga o'gitib qo'ya oladiganim, siz qanday qilib o'zingizning mas'uliyatingizni texmi tez surat setish emas, chunki sizga tez surat setish emas, qanday qilib bu mas'uliyatingizning qimmatini texmi yuqori ko'tarib turib, ondan o'zingizni mo texmi yaxshi bir o'rinda obrazlashtirib, ya'ni powdron qilib turib, o'sha mahsulotni texmi yuqori bahada setishning usulini men sizga o'rgatib qo'yay. To'g'ri, rahmat. Chunki siz tez surat sotaman desiz, bu tezsiz emas yoki fuyin qilib sotadigan bu sizning xosligingiz, afzalligingiz emas. Demak, siz o'zingiz bir tanliq rassom bo'ldi men deydi ekansiz, mahsulotingizning bahasi bilan bu munosabatli bo'ladi. Albatta, sifat bilan munosabatli bo'ldi ki, men bugun Ahmedovni ko'rdim, sizdagi sifatni, vafodarlikni ko'rdim, mehr muhabbatni ko'rdim. Nurg'un isillik sizga mujassamlashgan ekan, siz loyiq qila olasiz. To'g'ri. Hisobda Baxtiyorning quvvatini bir yangshin tingzu qildigan ish. To'g'ri. Demak, bir rasm, yaxsizlig'an bir surat, masalan, meni siz deytayli, bir umr men avlodlarimga miros qoldira olayman. Men ketgandan keyin mening navralarim, hatto navralarimning keyingilar mening momenti deb meni ko'ra oladi-ku. Shu bunday go'zal ish bu. Şu an mesela şunda bir suratni siz en yuqori bahada 100 ming yuanga satdim dedingiz, balki bundan yuqori sata olasiz. Qani meni qanchalik pulga chingja qila olasiz, men ko'rib boqay tushgandan keyin bulamda. Rahmat. Mushu program orqali bizningki taqalgandan keyin nurg'un yoshlarimiz bor. Shu oliy maktabda o'qib turib, ota-onasi pul sarf berib, shunda o'qib qilgan. Siz ham 24 yoshga kiribsiz, ham oliy maktabda o'qib o'tib turib, shunda kichigingizni bor ginni oshkorlab siz tijorat yo'liga minibsiz. Buningda shu nurg'un yoshlarimizni ko'rib, sizdan ulgu olib, natija qozonib, ishtiganning hamda shunda boshlash degan 50% muvaffaqiyat qozongan bo'ldi. Buningdagi ishlaringiz utuqli bo'lsin, ota-onangizni yaxshi boqing. Mening endi bu fikrımga deydiğim, senin men eng cho'nqur ta'sir qilgan yering sening vafodorliging. Menmi o'zimning oilasidagilar uchun, o'zimning ota-onam uchun o'zgartirgan birisi. Shu men sening bu tarafingdan bek huzurlandim, ham shundaq bek suyundim, bak xush bo'ldim. Rahmat. Ikkinchidan sening kasbiy mahoratingni
bek yaxshi ko'rdim. Gerçi men rasmni tushunmasam, ammo sening necha minut ichida bitirgan shu asringdan sening iqtidoringni bilib olg'ili bo'ladi. Bu tarafingga qo'l qo'ydim, men hurmatladim. Hammamiz bundan nayt suyundik. Lekin fikam, mening sana deydig'inim, sen bu yerga azoblaringni ep kelib boshqalarning esdashligini qo'zg'ash uchun kelmading. Sen bu yerga musobaqa qatnashish uchun, chempion bo'lish uchun kelding. Shung bu yerga kelib yig'lasang, hech kim sana majig'labdi deb chempionlikni bermaydi. Sen yig'lasang bo'ladi, yig'lasang bo'lmaydi demayman. Lekin yig'laydigan yer bu emas. Cho'qim biz nerda qanday ish qilishni bilishimiz kerak. Sen bugun chempion bo'lish uchun kelding, bundoq emas. Shunda. Chempion bo'lish uchun kelgan odamda cho'qim chempionning ruhi bo'lish kerak. Bildingmi? Tushundim. Şu məmun sual soraş jarayanda hem de aylıqı Dabazadki dükkanının nimdə taqılıb qalğan səbəbini mən sordum emasmı? O sorğaşqa şu dadam ağırıb qılıb daplam hem dadısı köz aldığı kep hem de köz yeşiqib qaldı dedik. Bunu xatalık deb qaramayman. Adam hissiyat ba ifadələş gerek. Çünki ata-anası hayatdakı eng muhim adam. Demek hazır operasiya xandan müşə kirəliginin öz aldıqaça özünü yengini intaymak vəfadar bir oğulkən namımızı gülgü boğudak. Anda bu hissiyatını ifadələş mənim üçün bu xatalık emas. Mənim Kuba bu şu söy. Erlənmiş yığılısı olmaydı, erlənmə adam tutsa. Ulan yığılısı buldu. Ondan başqa setiş nöqtəsində aytqanda Məsələn nazır, bu səhnəyə çıxan adam çempionluq üçün çoxum bizni təsirləndirsək, acizlığın kösəsi olmaydı, undaq emas. Hətta setişdə yoyulurkən dong yingşiao təsirləndirib setiş usulun ba. Şu arqalıq vafadarlıq bilan bizni təsirləndirdi. Biz numar qoşduq. Çünki mən bunu qollayman. Mən bu yerdə birinchidən düşüncə verişini to'g'ri topdim. Mən bu yerdə bu inimizni numar elish uchun yig'ildi deb o'ylamdim men. Bunun ilqi bizni ta'sirlantirgandan, onundan hatta deb qaramadim. Men buni to'g'ri tushunma. Bizim yanjan qilgan vaqtda yig'lab ketimiz, hatta o'ykirib butun sahnadagilarni yig'iltib etimiz. Bu nayt to'g'ri, lekin mening qarshimda bu bir sahna. Sen bu yerga chempionlikni talashish uchun kelding. Ojizligingni biz bilan sahnadan keyin o'rtoqlashsang, biz sen uchun qilalig'imizcha cho'qim yeningda bo'lishga biz rozi bo'lamiz. Ammo sen bir o'g'il bola, sen chempion bo'lishni orzu qilayotgan, muvaffaqiyat qozonish uchun kelgan bir sahna. Shuning uchun men sening bu oltingni yaxshi ko'rmadim. Boshqa hech qanday sabab yo'q. Bu degan mushundaq programma, ixtiyoriy programma. Hammamiz o'zimizning ko'z qarashlarimizni, o'ylaganlarimizni bemalol o'tirib qo'yamiz. Tamam, Nurmamat malim. Baxtiyor, yaxshimisiz? Yaxshimi ada? Ay. Yaxshimi aka? Adamning gibak ta'sir qilib ketdi-ku. Adalarim sal nochi turdi. Kelam shu tarafdan. Men sen bilan uchrashgandan yozib bir necha xil tuyg'uda bo'ldim. Birinchidan sen qoyil bo'ldim. Nima ish qoyil bo'lding? Bir tal birimiz siz bilan o'zimga o'sata olabsiz emasmi? Shu pul hamda mening taqdirimni hamda qilib yaxshi qildi deyman, o'rimchi taqdir. Ikkinchidan qaysi xil tuyg'uga bo'lding? Ta'sirlandim sendan. Nima ta'sirlanding? Vafodorligingdan, endi sening ish izlaringdan ta'sirlandim. Uchinchidan men senga hozir hasad qilyapman. Rast. Men de hasad qildik. Yo, oyinda o'zimga qo'qdim, 15 siz etmam shap-shapida. Hamda uni birini sizdimda, undan keyin Nurmamat malim ikkinchisi men bo'lay demoqchi. Shundoq Nurmamat Mana tijorat. Mana qilmoqchi Nurmamat malim Mabalning sizga rasmining birsi Mo'yanning ishxonasida, birsi menikida deb qo'chi jumakchida ma'lum. Men shunday maydonda bitirayotgandim, kartseramizga qilib o'tolamiz. Mening yordamchim ressomchi, meniki o'xshash ishxonamda o'zimning rasmi bor. Berib bir ko'rib baqsang bo'ldi, siz ancha-muncha masala bo'lib qolsa sen bir tuzib berib. Ya biz sen o'xshashdan bir yutibman-da, bir selishtirib baqamsan. Mana. Veyxon. Kasb Veyxon adamning gibi bo'ldi. Xat sızgan rasmni Baxtiyor berib tuzdi ekan. Bu yerda pul masalasi yo'q, Nurmamat ma'lum. Bakalıq davatı atıştırmaz mı? Pulun gibi yok bir yerde. Pulun gibi yok şu. Ya bu şunu pulga bağlayatsınız siz. Ya onda demedim. Bu sanat degen bir bahanesi bu. To'g'ri. Qashdan o'xshaydigan. To'g'ri. Ancha-muncha bizning resim sızgan. Meni qaytsiz bersan degan bo'lsa-mu maylida. Haq sızgan rasmni o'ngshab berdi. Ya manda. Ani bir kürek ancha-muncha meni yordamchim sızgan xatoligini bir ko'rsatib bersa. Kamchilik qildi demakchi. Endi bo'ldi. Gapni tuzib oldim. Mana. Men gapni tuzib oldim. Ya bu o'xshash qilib sizsam ishga esib qo'ysam tutibsiz. Enediki senik yana bir cho'ng ortiqchiliging bor ekan, balkim sen uni bilinmayotgan bo'lishing mumkin. O'zingizga mustaqil bir ko'z qarashi bor ekan. Endi sening 7000 dek finsasin bor deding. 7000 dek finsasin balkim ko'p bo'lmasligi mumkin. Ammo intayin to'g'ri xaridorlikqa, to'g'ri xaridor deymiz-ku biz. To'g'ri. Naqlam tushundi, san'atni tushundi. Ching-jun qo'g'u deymiz, to'g'ri shu sana. Demak, intayin sifatli odamlaring bor-ki, ashlardan texdan yaxshi foydalan. Rahmat. To'g'ri, ha. Cho'ng bu kelgusini, umidni
istiqbolni ko'radim sendan. Texadimi tirishqivka. Rahmat sana. Ustozlardan olsa çırak yandırdan bosqichimizga qadam qo'ydik. Baxtiyor uchun çırak yandırdigan ustozlarimiz, ya'ni üç ustaz Baxtiyor uchun çırak yandırdı. Oldu bilan narqaysi ustozlarning bergan taklif fikriga rahmat. Hamda gerçimaya dayalıqqa özüm yaxşı ifadelayib bulamğan bolsamı, sizlarning yaxshi ham to'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Hamda har odamning hissiyoti o'xshamaydi-ku. Hamda mening tanlashim bo'lsa, men to'g'ri tushungan Xadicha ma'lum. Çürük
şahı rabab oldu. Sen yarımdan derdide yürügen kabap oldu. Yürügen kabap oldu. Sen yarımdan derdide yürügen kabap oldu. Yürügen kabap oldu. Heyrane, heyrane, Asiyakın kıldı ve heyrane. Şinjan'daki her millet hanım kızlarımızdan alkışıga erişken fancy tibbi asraş buyumları programımızın tajdarlığını öz üstüge algan. Abide tabi mineral suyu programımız bilen alayda hemkarlaşkan. Huzur tөгüstü paraşugi, huzur tөгüstü etkençi, huzur öşküstü etkençiğini işlep çıkargan Ürümçi Hayat Şirketi programımız bilen alayda hemkarlaşkan. Şinjan Fenşin Medeniyet Tarqıtı Şekli Şirketi programımızın işleşini öz üstüge algan. Ən kəsbi bolğan qısqa video torda naq meydan bevas körüstüb mal setiş toğrusida hemkarlaşmaqçı bolsanız Fenşin Medeniyet Tarqıtı Şekli Şirketi bilen alaqlaşsınız boludu. Әмді сәкінімізге çıkmakçı болған майырымыз kimdi? Diqqətinizlə davamlıq ekranımızda bolsun. Hello， 大家好，我是安妮古丽，我现在在烟岐县的流沙。 Mən Dilara, Qoynikang tor dünyasında toxtumay aktiv energiya tarqıtıb kelayotgan Ali məktəb oquvchisi. Güzel yaşlıqda türlük arzu armanlar bexlanğan buldu. Mening arzuyum nəhayət addi. Özümnің bir kişilik gücü arqılıq Şinjandakı hekayələrini texim köp kişilərning huzuriga sunuş. Arzu armanlarga yetiş üçünlük asan emas. Lekin ishonimanki qadamlarim qat'iy bo'lsa, cho'qim manzilga yetalayman. Mən dərəcədən təşqiri turp çolpanları səhnəsiyə teximi köp, bilim öyrəniş teximi köp yaxşı məzmunlarını məsdanlarım bilən yüz görüşdürüş üçün gəldim. Dilara meydanımızı bıraklı canlandırıb etdiniz go. Kiçik olsun yaxşı hem bizmi bək çoğ emas lekin resmen kiçik qızlarni görsədən başqaça hayacanlanıb getdi ki bir oda resmi özünüz bir tanıştırıydan qani Dilara. Yaxşısınızlar, ekranlardaki körmən dostlar, həm bağlıqçı ustazlar, bizden çolpan ustazlarımız bilen Gülşənədə həmmalarının kəşkinlər xeyirlik olsun. Mən Dilara Düşgördün, həmmalağa otuq salam. Bək yaxşı günübsüz cuma. Tüm bədenləriniz ya şüncük, yumuşaq, əvrişim. Onun için əgər xata anlamağan bolsam, şu oynayan usulunuzğa işlətgən muzika doyindiki modu bu atqan. Doğru. Çünkü yumuşaq usul oynadımsınız. Hazır yaşlar bek amırak emas ve şart oyun kılışkan. Ben bek amırak öyle oturup kısam 2 saat kitidi oyun şal kılışkan. Onun üstüne özümün bu iş bilen şuğulmadım ha. Qaysı iş bilen yani? Ben 今日头条、百度、B 站全网粉丝300多万。 3 milyondan aştı. 2018 yıl başladım işini hazırlıkça kutluyattım ben. Müş kılıç jarayonida 2018 yılı maxsus Şinjan'ın amiyerini Şehir Gaga bilan ikimiz mashina haydab turib başta Dushanzida kuchga mashina haydab turib shu yo'llarni tatib degandek Duku shundaqmi? Duku ashani tatib turib shu chiqib nerede tushgan bo'lsa masalan Qozoq millatiga aylarni o'ylariga tushib nerede şu adam bağmayla yalay verip şöyle onun üstüge neymiş konak yalay vermedi sanlaylık bir bek cimcit. Mesela uyada özünüzni tutup durup aşağıdan manzaralardan özünüz huzurlanğaç tordaşlarım kösetkim geldi. Çünkü bu neslenin yinimizge addi neslerden başlasak diye yaxşı da. Bunlar biliyor çünkü bazı adamlarımız bir boldu. Onun üstüge ben başka kiçik yerlerden başlap şu adamlar bir bakmagan. Mesela o günüm kurbayet to'g'riga qaldi. Onun birinci qitim öyden ağırlaşım emas mı o? Kurbayet bo'lgan ekan hem saçlarını öyle koyduğumları soyaylı da flaşlar bilen böyle oturup taşıp qilib bu fanlarım 5 milyondan aşığımız var şu filmden bu fanlar. Şu jarayonda chiboday qilishni qildim. Çünkü biz bu fanlardan arqalab pul topsak bizga jiq kirim tushmaydi. Onun üstüge biz yollarda pulni hamma qashlaytib mangan ekan. O bu fanlardan pul tushimiz biz qanaqa qilamiz? Tacho'ng ana. Jo. Bek. Jo tacho'ng.
只能直播带货，就直播带货qilganda bizga kirim tushdi. Chunki bu ishni qilgan boshqalar o'ylaydi, ay bir telefon bo'lsa ham ishni bo'ldi. Biz yo'lda mangan u pul emasmi deb o'ylab yiqqan. To'g'ri, shu pulni xashlaymiz. Shu pulni xashlagan ekan, pulni ashuna o'xshash tepish kerak. To'g'ri. Unda bo'lsa直播带货tunji qitim 直播带货da satqınız Şinjanның yerlik mahsulotlarimi? Hozirgacha shundaqmi? Boshda shu Xotanga bordim emas, men Xotanga berib 11-oyda. Chilanlar tushgan vaqti bor-ku, shu vaqtida bir dehqonni uyga tushib qoldik. Asli undaq setish maqsadim yo'qdi, hamda uyga berib tatib kelay debchi. Bir dehqonni oilasining uyga tushib qoldik. Qarasam, oilasi sal qiyinchilik bor ekan. Uning ustiga o'ylashib qoldim, "Ey aka, nimangiz bormi?" Chunki biz atdigan chiqdi bular bilan da'zo qilibchi, atdigan chilan terib deganda shuning bilan aka o'ttirdi cho'ngjanshanglar bek eski, bek ham chilanlarimizni bek ozroq bahodilam akitidu debchi. Paydijiq emas. Paydijiq emas deganki shuning bilan amsi menga yaxshi bahoni bering. Men qilay, undan ashadan bir dal shamyolda birini chaplaylayam, ashada jiboda xo'q qilib, shu yerdan o'tiriblam satgan birinchi qitim. Shu jiboni ichib bilan yerdan o'tirib, chilanliqdilam. 也是助农的那种，就是打那种。肯定要有一个目的去开直播呀。是弄了3şu vaqtida 5000 件，shu 5000 yashik. 5000dan shu birinchi kundan boshlab dafo nega chiluvdi, 所以特别开心。And then uni pulni kirganiga xush bo'lmizda, pul topgandan keyin yana 继续想走下去。 To'g'ri. Hozirgacha eng yaxshi rekordingiz-chu, Dilara? Eng yaxshi rekordim chegow 1万多件。 Hozir endi o'qishingizga ta'sir yetkazmagan ahvol ostida ilib beryapsiz shundami? O'qishimni masalan 1 yil fudu qildim emasmi? 现在才大一，1 yil fudu qilib undan maktabga o'tdim. 因为没有考上自己理想的学校，shuning bilan qaytadan fudu qildim. Shu endi o'qiyapsiz maktabda. Endi o'qish jarayonida agar jibo qiling, nimdab asar yo'llamayapsiz, siz qanday qilasiz? Asar yo'llayman. 2 kunda bir qaytam qilishim. Buni to'xtatib qo'ysam bo'lmaydi, chunki butun sinflarim menga ko'nib qoldi. Ko'nib qolgan jarayonda men buni to'xtatib qo'ysam, ular meni yaxshi ko'rmay qolsa men qanaqa qilmayman? Shu xoferim tip bo'lsam shunaqmi? 女孩子嘛喜欢买化妆品, kiyimlarni, chiroyli narsalarni olg'isi keldi. Shunga pul tepish kerak. Kichik bo'lsam-mu boshqalar deydi, "Voy, kichikdir, bundoq deydi." "Voy, kichik bo'lsang bo'pti, pul." "Voy, o'pirshi ya" deb. Aql yoshda emas, boshda. Unga uydagilar bek xush bo'lgandi. Bosh dadam qo'limgan, dadam "Yeni ish qilsiz, doktor bo'ling" deb. "Na, doktor meni qalam, doktorlik ishlasam, men doktor bo'lmamdim." Shu qalam doktorga ishlasam, men doktor bo'lmamdim. Doktor xohlar ukol yo'qsab qo'ymasa sestra soldi ey ukolni. Yaxshi ko'ramay qolsam, yaxshi davolayamay qolsam demoqchiman. Ay Dilara unda siz jiboday qo'ni qo'lidimi cho'nglar? Qo'lidi. Bo'lmasa men qilolmayman. Shundadan putim chiqib o'tmasin endi. Chiqatmanda shunaqa. Chiqib endi cho'nglarninki ma'qulligini olgandan keyin qilish kerak deb o'yladingizda. Yaxshi qizga ota-onasining gapini anglaydiganda, xasiyatida. Sizde bir acayip bir yaşınızdan alqıgan bir cesaret, özünüzdeki qızlıq nemanızdan alqıgan bir gayret var ki. Yaxşı optu, siz ali mektepte o'qishni başlamay turib ishni boshlab ketibsiz. To'g'ri. Lekin cho'qim oldingi nishoniniz yaxshi o'qish bo'lsin. Sizningki hozirgi eng muhim vazifangiz yaxshi o'qishga. O'qishni yaxshi o'qigan asosda hozir ham Şinjanning mahsulotini ichkariga to'ntibsiz, bu bek yaxshi. Mushu boshqa bolalarning mush ekrandan ko'rib sizning g'ayratingizni, jasoratingizni o'rganishini umid qilaman. O'zingizga texim yaxshi talab qo'yib, teximi kasbni yaxshi o'rganing. İşleriniz yaxshi bo'lsin. Rahmat. Rahmat Keremjon. Dilara akam yaxshimisiz? Yaxshi. Boya men degan ish bir takrorlandi. U bo'lsa-mu bir qizning salom soatidan oila tarbiyasini ko'rib bo'ldi. Qanday qadamdan shunday yaxshi. Shunday sahnaga chiqqan vaqtingizda bizga salom qilgan vaqtingizda biz o'zimizning bir qarindishini, o'zimizning qizini ko'rgandek, bizning oldimizda cho'ng'an bir singlimizni ko'rgandek xush bo'ldik. Endi usulingizga kelsak, pek payz o'ynayotdingiz. Shunday yaxshi. Yoshlarga xos ruh, jiching hamma narsa bor, shunday yaxshi. Usulga boshqa gap ketmaydi. Bu qiz o'zining yeshiga boqqanda aqli ichilib ketganda bu Yeshidan olqiganda, Yeshidan olqan. Men sizdek 20 yosh vaqtlarimda shu muzik chalsam, chilib, muzik chalmagan vaqtimda basketbol o'ynaydim-chi.
mush bu ham bilan da. Biroq endi hozir mana mushu singlimning, mushu hozirgi bolalarimizning shunchalik kallasining ochiqligi, ideyasining ochiqligini ko'rib, nihoyatda qoyil bo'lamiz. Bir, ikkinchi, bu singlimning bir gapi meni bak ta'sirlantirdi. Chunki odatda odamlarga majburiyat çoğun arzu armanlar sal yişinin çoğun işine erişip buludu. Ve küçük balalarda çoğun mecburiyet olmaydı. Arzu armanğı hem de yaş karmaydı bırak. Mecburiyetini özgü bekliği bir nes besim kılmamaydı küçük balalar. Bu kısım besim kılmaydı elbette bırak. Ben uzun buldu torda Şincan'ı tanıştırıvattım. Hatta maşinlik ailenin ben bir tanıştırıvattım. Digenin özü nime degende ben işkirdeki dostlarımızga, işkirdeki kıyırındaşlarımızga bizim Şincan'ın ne kadar güzellikini haq berib baxmağa yerlarni, odatda ular to'g'rilarni ko'ramaydigan yerlarni ko'rsatganligini aytganda men bir xil xo'shib qolib, uni hayrat qilaman. Rahmat ukam. Dilara Abdushkur, endi ikkinchi bosqichga qadam qo'ydik. Ya'ni ikkinchi bosqichimizda ekranda siz o'rinlaydigan mazmun bor. Ya'ni bizning bevosita ko'rsatish maydonimizda ko'rib boqaylik. Sizning mana mazmuningiz go'zal Xinjiangni tanishtiring. Qani, marhamat. Hello， 各位粉丝朋友们，大家好！哎呀，好久不见啊！今天让我介绍新疆，哎，新疆第一个想到的就是美女，是不是？哎，5步一个迪丽热巴，10步一个古力娜扎。其次呢，还有就是新疆的美食。新疆的美食就是第一个想到的就是羊肉串嘛，羊肉串谁不喜欢吃啊？多么好吃！还有就是烤包子啊，拉条子呀，还有什么干煸炒面，哎，女孩子最喜欢的炒米粉。今天呢，我给大家。带来的一个产品啊，这个产品就可能比较惊讶的，大家就特别头疼的，尤其是内地的朋友们啊，就一听到就，唉。就被坑过，这个就是咱们的，给大家带来一个切糕。你们看过这个切糕吗？哎，一刀破产，大家都以为哎这个银行卡就要破产了，其实并不是。这个切糕呢，它本身就是它的营养价值是非常高的，因为它里面原材料，它的原材料巴达木、核桃仁、葡萄干这些原材料本身就是很贵，而且营养价是非常高的。今天呢，给大家特别好的福利啊，哎，不会破产。银行卡连100块钱都没有吗？不会吧，兄弟们！哎呀，来，我们先看看我们这个切糕呢，非常的简装，然后里面呢这个小包装也是非常的方便。今天价格呢，直播间价格呢69.9块，因为今天我们搞了38的活动，所以呢，一会儿呢我们在购物车里面去改个价格。现在我们购物车你们打开就知道了啊，3、2、1改价格，现在是它的价格是49.9块。赶紧买哦！ Dilara'ga biz Xinjiangni tunishtiring deb mazmun bergandik. Menimcha bir o'zgartirish kirgizaymikin deb o'yladimikin. Xinjiangni tunishtirish uchun sal jiq vaqt ketadi. Undan boshqa hamda jiboday xo'p bo'lgankin bir mahsulot tunishtirsam alaylikim texmo gavdalandi deb o'ylagan bo'lishi mumkin deb faraz qildim. Mayli Xinjiangni tunishtiring va yoki Xinjiangning mahsulotlarini tunishtiring. Eng muhimi mush bosqichda biz sizningki alayligingizni, xosligingizni, mahoratingizni ko'rishni orzu qilayotdik emasmi? Ko'rib oldik. Endi ustozlar, qani sizlar keldik. Yaxshimisiz? Sizlar singlim. Sizningki bu nihoyatda to'lib tashqan bir hissiyot bilan qilgan ishlaringiz hamda xuddi bir yurakdan degan so'z yurakka boradi deb. Bunda bir gap bor. Haliqi tuxum ichidan chiqilsa hayotli bo'ladi, teshidan chiqilsa yemaklik bo'ladi degandek. Sizning qilgan ishlaringiz ichingizdan bo'lganligi uchun shunga tizlam natija ko'ryapsiz hamda. Nurg'un dehqon qarindoshlarimizninki chiqarmayotgan chilallarni, mahsulotlarni chiqaribsiz. Hakikaten yaxshi ish qilibsiz. Bo'lsa buningdan keyinmi texmi yaxshi taraqqiy qilishingizni chin dilimdan umid qilaman. Rahmat. Yaxshimisiz singlim? Yaxshi. Boyam chiqqan vaqtda kichik ko'ringandek bu qiz. Bu ham kichik qiz chiqibdi, bu nima ish qila oladi deb ustoynab tushib ketayotganda deb bunda o'ylabdi ekanman. Faqat o'ylamabdiman. Shunda bir mas'uliyatchanlik bor bu kichikina qizda. Endi bu ham ustozlarning hammasi dedi-ku, o'zining yeshidan olqib ketgan bir aql bor deb. Men mashta qo'yildim. Undan sirt bu qizning iliqi gaplardan özünün turqidan oila tarbiyasining bek yaxshiligini, ota-onasining bek tarbiyasi ko'ngil bilganligini ko'rib shunda bek suyunib ketdim. Men bolamnashtaroq bir tarbiyalsam deb o'yladim rasga qilsam. Shundan hamda men bugun sizni bekchi u bu deb ta'riflasak, yana ta'riflayveramiz-ku. Birinchidan sizning shu chiboday qo'y qilishdagi kasbiyligingiz menga bek ta'sir qildi. Ikkinchidan o'zingizdek amda da shu o'qiyibsiz. Balkim buningdan keyin o'qish jarayoningizda siz yana ilqi qo'y qildigan
mal ta'minlaydigan bir o'ringa ehtiyojli bo'lishingiz mumkin. Chunki siz to'xtatsangiz bo'lmaydi emasmi? Shuning hamda mayli Xotanning chilini bo'lsin, Aqsuning almis bo'lsin, Otishning anjir bo'lsin degandek, agar Shinjongning kangolarni menda bir davomli satma deydigan menda xiyolingiz bo'lib qolsa, menda bu manba bor. Sizin müjdatdan o'qishingizga ta'sir yetkazmagan ahvol ostida yordam berishni xohlayman. Ammo o'zim kango satmayman-ku. Men bu jihatdan yordam berma demasam bo'ladi. Lekin men sizning ma'lum bir bosqichga kelgancha to'xtab kelishingizni xohlamdim. Chunki bir tarafdan o'qiysiz, bir tarafdan yana shular bilan aloqalashib qilgandan keyin qiyinchilik uchraysiz. Men bu yerda sizga shuna bir o'rinlarni ishonchlik holatda ta'minlab bera olaman. Rahmat. Rahmat. Ben özünüzden pek huzurlandım. Tatlıq, omaq qılıqlarınızdan. Andan usulunuzdan şunda huzurlandım. Çünkü bu men demek yaxşı görmə, huzurlanğıcı mənlikə oynayamayman. Pek yaxşı oynayatdınız. Andan setişinizdən pek huzurlandım. Tefekkürünüzdən mü acayip huzurlandım. Davamlıq tırışın, özünüz şunda kiçik durup pek isil bir yolunu tepsiz özünüzge. Mübarek olsun. Davamlıq tırışın. Rahmat. Dilara, sağlam yaxshimisiz? Yaxshi. Endi Dilara baya bir gapni qildi. Men eng chustga tunji qator jubo qilib 5 mingdan ortiq odamga mal setibdi. Bu chenje, shunami? Bu nimani bildirdi olsa, bu to'r deydigan narsa, internet deydigan narsa, mana bunda xosiyatlik narsa. Bizni hammamizda xosiyatli odam qilib etdi. Sizning 5 doktoraplam ichki o'liklardagi nurg'ulg'i odamga mahsulotni setib etdi. Demak, nurg'ulg'i odamga men ulgu bo'libdi. Nurg'ulg'i odam tashabbus qilibdi. Demak, hammamiz xosiyatli odam bo'lib ketdik-da, uyimiz yetib olib hammadan bilan ko'rishib qila olamiz. Dilaraniki bir intan samimiyligini his qildim. Hech qanday narsani yushunmaydi, bevosita tafakkur qiladi. Yanchiqni pul qanmidi, qanday qiymas deyishlardan tortibchi. To'g'ri. Pul topsam bo'ldi degandek. Endi o'ziga mas'ullar etibdi. Atasi borken, demak atasiga nima qilmay, men o'zim topay deb o'ziga mas'ullar etibdi. Demak intan pishib yetilganligini his qildim men. Demak xil cho'ng-cho'ng natijalarni qo'lga keltira oladiganligingizga ishondim. Hazır endi mushu ustozlarning chiroq yondiradigan bosqichga qadam qo'ydik. Qani chiroq yondirsanglar bo'ladi. Xosiyatidan chiroq yondirdi. Qizimni jup qilib olay deyapsiz qo'siz. Onun üstüge ismim o'xshashga. Birisi Kilara, birisi Dilara. İkisi bir maktabga, birisi Taşöy bu, birisi Jongjan bu. Nim degan kelganda, shu ustozdan qaysini tanlaysiz? Meni Munavvar muallim tanlayman. Munavvar muallimni tanlığınız bor nimishqa? Chunki bir xil odamdeklar ko'rinib ketdi. O'zimni adresamas byojiyalikqa navr odamdek. Bir qo'saq emas, navrdekmi? Bir xil umoq, kichik bo'lgandan keyin Xuşang çalguysa. Onu başqacha Xuşang çalgudun, başqa g'amxo'rlik qilgandan başqacha. 明能家，他可以给我提供更好的东西。 Negizlik məsələ şu, texim yaxşı bo'lgan mənbələrni yetkizib berdi deb ishonsak ekan. Bo'ldi, qo'llaymiz. Rahmat. Rahmat. Xo'sh.